Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar 26-sentyabr, haftaning juma kuni. Mana bu ko'chatlarimiz bugungi holati. Ranglari hammasi joyida. Sizlarga video qilaman boshidan to oxirigacha, ko'chatlikdan ekishdan tortib oxirigacha etab ozuqalar bilan tushuntirib boraman deganda, bugun o'sha atroflarni yumshatdik, chopiq qildik, uni ham iplardan qo'yib boraman. İpga kelgan ipga o'zi qachon olishimiz kerak, vaqtimiz yo'q edi. Ipga kelishdan oldin ana bir martaga ipga olishdan ona bargni ikkita, keyin birinchi bachki bilan boldiringi bir, ikkinchisi ham olib tashlanadi. Mana bu uchinchisi. 3 bo'ldi. Kamida 4 ta olib tashlash kerak edi. Hozir bu yerda oq pashshalar ham bor, unga ham o'zi birar retsept aytib ketaman. O'zimizdan suvdan keyin oq pashshaga ham retsept sochamiz. Xo'p, 4 tasi tozalanadi. Bu nimaga kerak bizga? Nima beradi? Ko'chat stvoli aytganda qalinlashadi, ko'chat baquvvat bo'ladi. Ildiz sistemasi kuchliroq bo'ladi. Bodringga bolalarga kuchini yo'qotmaydi. O'zini yaxshi ildiz otib oladi. Tanasi, stvollari hammasi yaxshi bo'lib, kelajakka yaxshi hosil beradi. 4 tadan keyin 4 ta 5 ta ayrim joyga 7 tagacha oladi. Sababi ildiz yaxshi o'tib olib, imtiyoti baquvvat bo'lib, hosillarni erta keyin tashlamaydi. Agar bularni qoldirsak, nimjon bo'lib ertaga tashlash mumkin qishoyda. Maydon instituti. Xo'p. Yana bitta ma'lumot o'rnida aytib ketaylik. Har bittasiga vishilka qo'yilgan. Ilgagi deyiladi. Mana. Ilgak bog'lanyapti. Har bittasida 2 metrdan ipi bor. Bu bizga nima beradi? Simga teggandan keyin sekin bir qarish 10 sm tushirib boriladi. Ko'chatlarimiz hozirgi holati yaxshi. O'sha ertaga bog'lab kapini tortib olamiz. Kapini tortishdan ham o'sha kamida 5 sm ko'chatdan mana shu yoqqa qo'yib 5 sm qo'yib mana buni holatda o'rtacha suvni beramizda. Ariqdan bir marta suvni kamroq beramiz. Oq pashsha bor hozir bizda Zarafxonda oq pashsha bor uni. Bunga ham retsept aytaman ertaga xudo xolasa. Hammasini etab xudo xolasa ko'rsamiz. Dopostli qilib 4 ta bodringni olamiz kamida. Kuzatishda davom etinglar. Yanada bundan yaxshi videolar qo'yib borishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha shu paytgacha olgan bilimlarim, tajribamni